assalomu alaykum. Salomatmisizlar, charchamay, hammalaring tinchmisizlar? Akalar bizni hurmat qilib, Instagramda ko'rib, akamiz keldilar, nomerga oling aka. Namangandan keldilar, akamni o'zlari olishyapti syomkaga. Sababi bugun o'zim ishlaytirdim, shuning uchun akam o'zlari olishyapti. Namangandan kelishda rollarni holati yumshoq qilib, mana vtulkalikda olib tashlaymiz, mana o'lgan holatda mana. O'rniga o'zimiz mana Koreya korpusidan qo'yib beramiz. O'ta yengil bo'ladi, xudo xolasa. Bo'lgan jarayonni qo'yamiz. Bizdan uzoqlashmanglar. Akalar tayyorlagan mashinamiz bo'ldi. Mana pachinili mayatni qo'yib berdik. To'lovlarga chirogirovka qilib, cho'tka qilib berdik. Hozir Namanganlik akamiz bitta meni ko'radilar. Akam bitta haydab ko'ring-chi. Namanganlik akamiz yurib keldilar. Hozir shunday o'zlaridan baxtli bir so'raymiz, qani natijalar qanday bo'ldi? Aka, mashina qalay bo'libdi? Yaxshi, yaxshi. Zo'rmi aka? Yengil bo'lib qoldimi aka rollari? Zo'r aka. Вообще haliga yumshoq o'tkazib qaraganda ancha yaxshi. Shuncha yo'l bosib keldingiz aka, shunga qopladimi axir? Aslida. Hozir aka, tanishlar bo'lsa jo'nataverasiz aka bemalol. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar, shunaqa xizmat bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Manzilimiz Qo'qon shaharida, Astepa 42-maktabning ro'parasida. Nomerlar qoldiramiz, bemalol murojaat qilaverasizlar. Obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar aka.